Assalamu alaykum dostlar, yaxşımısınızlar? Mening ismim Şayba. Bugün sizlarga Yer şaridagi cho'nglikdagi bir aeroplan degan mazmunni o'qib beraman. Yer sharidagi cho'nglikdagi bir aeroplan. Hamma qismlari o'zlarining joyiga o'zlari to'g'ri holda joylashgan. Dunyodagi cho'ng va necha milliard yo'lchilari bo'lgan bir aeroplanni tasavvur qilaylik. Aeroplanning ichida yo'lchilarning barliq ehtiyoji qamdilib, yemek, içmek ve kiyim-kecheklar taq bo'lsin. Yo'lchilar o'lgan vaqtda meyiti mushu aeroplanga dafna qilinsin. Bolalar mushu aeroplanning ichida cho'ng bo'lsin. Maktabda o'qisin, cho'ng bo'lganda mushu aeroplanda ishlasin. Ammo bu aeroplanni hech kim haydamasin. O'zligidan harakat qilsin. Ichida meva-cheva va ko'ktatlar unsin. Sizce qandaq? Mümkün emasmi? Albatta, mümkün emas. Bundaq mükemmel aeroplan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Yer shari mana mushu aeroplanga o'xshaydi. Tog'larni, dengizlarni, insonlarni ko'tarib, milliard yillardan beri uchyotidi. Milliard inson bu dunyoda tug'iladi, cho'ng bo'ladi, yashaydi va o'ladi. Dunyoda necha yuz xil meva pishidi. Bundaq mükemmellik özlüğüdün yüz vermeydi. Bularning hammasini yaratgan va hayotlik bergan kim?